Bog'cha va maktablarda faoliyat ko'rsatayotgan pedagog xodimlarning o'rtacha ish haqi 2 barobar oshirilishi rejalashtirilmoqda. Muhokama uchun e'lon qilingan Prezident farmoni loyihasiga asosan pedagog kadrlar maqomini oshirish, ularning bilimi va malakasini xalqaro standartlarga moslashtirish maqsadida 2030-yilgacha bir qator vazifalar rejalashtirilgan. Xususan, maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalari pedagog xodimlarining o'rtacha ish haqini 2026-yilda 0,4 barobar, 2027 yilda esa 0,8, 2028-yilda 1,2, 2028-yilda 1,6 hamda 2030-yilda 2 barobarga oshirish maqsad qilingan. Bundan tashqari maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari va umumiy o'rta ta'lim muassasalari xodimlarining malakasini uzluksiz oshirish orqali 500 ming nafar pedagog kadrlar qamrab olinadi. Ehtiyoj yuqori bo'lgan yo'nalishlar hamda olis hududlardagi abituriyentlar uchun pedagogik ta'lim yo'nalishlarida davlat granti asosida tayyorlanadigan kadrlar ulushini 17% ga yetkazish rejalashtirilmoqda. Videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.